Gap yo'q. Hozir men Oho Gift House do'konidaman. Videoni oxiriga jim tur. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga zo'r narsani aytaman. Bu do'konda siz farzandingizga har xil o'yinchoq sovg'alar, ayolingizga, yaqinlaringizga har xil suvenirlar, sovg'alar, podarkalar topsangiz bo'lar ekan. Aka, do'kon haqida bitta qisqacha aytib boring. Xo'p, bizning do'konimizda 4000 xildan oshuvli assortimentimiz bor. 16 yildan beri o'zimiz shaxsan Xitoyga qatnaymiz. Birinchi qo'limiz B2B yo'nalishi, dona holasi, optim holasi ham ishlayveramiz. Har bitta mijozga chiroyli, sifatli xizmat ko'rsatishni xohlaymiz. Bizning tovarlarimiz har bitta insonni yaxshi kuniga xizmat qiladi. Siz tomonidan har bitta yaqin insoningizni xursand qilishga xizmat qiladi. Yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Masalan, mana shu mushukning narxi qancha? Aka, bu mushukning narxi 135 ming so'm. Ya'ni mana bu donalik bu, ha? Ha, dona narxi. Optimgachi. Optimga bo'ladigan bo'lsa, video tagidagi murojaat qilishsa nomerlarga hammasini batafsil aytamiz, lekin o'ylaganingizdan ancha arzon. Siz o'ylagan hurmatim donaga olib ketaman deb yaqinlarimiz, podpischilarimiz kelsa qancha qilib berasiz? 120 ming qilib beramiz. 10 mingmi hurmatim? Yo'q, 15 ming. 100 ming qilib berasiz. 100 ming? 100 ming so'm qilib berasiz. Xo'p aka. Gap bo'lishi mumkin. Bobur akaga like bosinglar, mana shu videoga like bosgan har bitta klientimiz kelib Bobur aka nomidan deysiz, 100 ming sizga. Agar sizni shunaqangi do'koningiz bo'lsa yoki endi ochmoqchi bo'lsangiz, akamlarga murojaat qilinglar. Sizlarga mahsulotlarni zo'r narxlarda berishadi. Sababi Xitoydan birinchi qo'l hisoblanadi bular. Biznes qilishingiz uchun sizga zo'r imkoniyat. Bitta kelib narxlarni solishtirib keting-da. Keyin menga rahmat aytasiz. Batafsil ma'lumotni olaman desanglar, opisaniyadagi nomerlarga murojaat qilinglar.